Bugungi kunimizda ajoyib bir xatar holatga ketyapmiz. Oldimizdagi xatarni tuymay ketyapmiz. Dal bu sura bizni mana shu xatardan ogohlantiradi. Xuddi bu sura ig'izig'i chiqib turib, bizning ahvolimizni ko'rib turib, biz oldimizdagi xatarni ko'rmay, g'aflatda ketavergan bir xatardan bizni ogohlantiradi. Ko'chadiganligimiz aniq bo'lgan, hech kim ko'chmay turmagan, hamma odam ketadigan oxiratga bo'lgan iymonimiz bor deb turib, uning qarta hech qanday tayyorlik qilmaslik. Faqat shu dunyo markazidaglam yashash. Bu nimani bildiradi? Janin ilkida bo'lgan zotlar qasam. Alloh bilan qasamki, shuni aytamiz so'zida. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu qardoshlar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazlilan Kur'an-ı Kerim'deki ahirki qisqa surlardan, yani namaz surlardan sura Takasurni o'qiymiz. Biz Alhaakumut Takathur deb o'qigan vaqtimizda nim deyapmiz. Alloh subhanahu va taoloning qaysi so'zini o'qiyapmiz? Biz bugun buni o'rganamiz. Oldin shuni bilishimiz kerak. Sura Takasur qanday sura desanglar, bu sura dal bugun kunimizda bizga xitob qiladigan sura. Chunki biz bugun kunimizda ajoyib bir xatar holatga ketyapmiz. Oldimizdagi xatarni tuymay ketyapmiz. Dal bu sura bizni mana shu xatardan ogohlantiradi. Xuddi bu sura ig'izig'i chiqib turib, bizning ahvolimizni ko'rib turib, biz oldimizdagi xatarni ko'rmay, g'aflatda ketavergan bir xatardan bu sura bizni ogohlantiradi. Darvaqa bu sura ana shundaq bizning ahvolimizni bildigan Alloh subhanahu va taolodan nazil bo'lgan va tushgan. Shundaqla bu sura biz qo'limizdagi his qilmagan ne'matlarni bizga qaytadan eslatadi. Va shundaqla har bir ne'matninki suroqqa tortilganligidan xabar berish orqali ne'matga bo'lgan qarashimizni qaytadan yengilashga va qaytadan o'ynashga bizni undaydi. Shunga Ibn Qayyim rahimahulloh bu sura haqida deydi. Bu sura Allohning ajoyib bir ulug' surasi bo'lib, bu surada go'zal va nasihatlar bor, g'aflatdan ogohlantirish bor va shundaqla oxiratni eslatish ve dünyada paklaştırış cihatta acayip bir güzel sure degan. Xo'sh, unda bo'lsa biz bu surani oldi bilan o'qiylik va shundaqla namozimizda bu surani o'qigan vaqtimizda shu ma'nolarni zehnimizga hozir qilib turib o'qiylikki namozimiz bizni tuzatsin, bizning iymonimizni yangilasin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhaakumut takathur. Ey musulmonlar. Yani ey Uyg'ur musulmonlari, sizlarni ko'pga erish bilan faxr qilish, faxrlanish g'aflatda qoldirdi. Hatta zurtumul maqabir. Bu ahvol, bu xil holatda ko'pga bo'lgan intilish va shuning bilan faxrlanadigan bu ahvol toki qabristonliklarni ziyorat qilgan qadar davomlashdi. Kalla sawfa ta'lamun. Herkes unda emas. Pat yaqinda bilib qolasizlar. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Yana deb qo'yay. Pat yaqinda bilib qolasizlar. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Haqiqat shuki, agar sizlar haqiqiy bilgan bo'lsanglar, oldinglardagi xatarni, sizlar tuymagan, g'aflatda qolgan xatarni sizlar haqiqiy bilgan bo'lsanglar, unda g'aflatda qolmaydinglar. Latarawunnal jahim. Chuqum sizlar jahannamni ko'rsizlar. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Ko'rgandimi? Chuqum o'z ko'zinglar bilan jahannamni ko'rsizlar. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Ondan keyin har bir ne'matdan so'roqqa tortilasizlar deydi. Bu surning ma'nosini o'zi bilan bizni o'ylantiradi. Bizni sağgıdıdı. Bizni g'aflat uyqusidan chuchitadi. Chunki bu sura bizning navbatdagi ahvolimizga xitob qiladi. Chunki ko'p sonliq ahvolimizga qarab boqadigan bo'lsak, oxirat hayoti ko'p xiyolimizda yo'q. Oxirat hayoti uchun, dunyo hayoti uchun tirishqanchilik tirishmaymiz. Dunyo hayoti uchun nurg'ulg'an ishlarni qila olamiz. Xili xatarlarga tavakkul qila olamiz. Xili bedellarni to'lay olamiz. Pul yo'q deb turib, dunyo manfaati uchun bir foyda chiqadigan ish bo'lib qolsa, u pullar paydo bo'ladi. U vaqt paydo bo'ladi, kuch paydo bo'ladi, odam paydo bo'ladi. Ammo masala oxirat bo'lgan vaqtida, savobi oxiratda oldigan ish bo'lgan vaqtida uning odam tap qilolmaydi. Hammamiz aldirashib qolamiz. Pul tap qilolmaydi. Bu nimadan derak berdi bilamsizlar? Bizning g'aflatda qolganligimizni bildiradi. Bizning oxiratga bo'lgan iymonimizning ne qadar ojizlashib ketganligini bildiradi. Bir odam oxirat hayotiga haqiqiy iymon aytadi ekan, chuqum uning uchun tayyorlik qiladi. Hargizmi bir odam bir yerga safar qilsa, safar qildigan yerga quruq qo'l bormaydi-ku. Albatta bormaydi. Odatda sirtqa chiqib azroq bir faoliyat qilmoqchi bo'lsakmi, u yerga ketalik narsaning hammani elib olamiz. Haftalik safar qilmoqchi bo'lsak, haftalik ketalik kiyim-kechaklarimiz, pullarimizni hammani olamiz. Hech qaysimiz unutib qolmaymiz. Bir davlatdan bir davlatga ko'chmoqchi bo'lsak, unga to'liq ravus tayyorlik qilamiz. Hamda ko'chadiganligimiz aniq bo'lgan. Hech kim
ko'chmay turmagan, hamma odam ketadigan oxiratga bo'lgan iymonimiz bor deb turib, uning qarta hech qanday tayyorlik qilmaslik, faqat mushu dunyo markazida yashash. Bu nimani bildiradi? Bizning oxiratga iymonim bor. Oxiratda bir hayot bor. O'lgandan keyin bir hayot bor. Men shu yerda yashayman, men mushunaqa ishinaman degan so'zimizning yolg'onligini ifodalaydi. Rost bo'lsa, asla va asla unda buyuqt yashmaydi. Chunki inson ana shunda bir uydan bir uy ko'chmoqchi bo'lsa, ko'chadigan uyga qo'l sap bormaydigan bir inson. Butun narsalarni elib boradi. Shundoq turib abadiy yashaydigan oxirat hayotiga quruqqul holatda hech qanday tayyorlik qilmasligi u odamning iymonininki yo yo'qligi yoki saxtaligi va yoki naqadar ojiz ekanligini ko'rsatadi. Shunga bu vaqtda o'ylashimiz kerak. Rost oxirat bormi? Bo'lsa nima uchun bu xil shaklda buyuq yashaymiz? Nima uchun oxiratimiz uchun bir ish qilmaymiz? Nima uchun dunyo markaziga yashaymiz? Bu vaqtda o'ylashimiz kerak. Xo'sh, bizni oxiratni o'ylantirmagan, bizni oxiratni g'aflatda qoldirgan narsa nima? Mana mush sura bizni oxiratda g'aflatda qoldirgan narsalardan xabar beradi. Uningdan ogohlantiradi. Uning birinchisi qaysi? Birinchi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. U qaysi ekan? Alhaakumut takathur. Sizlarni ko'pga erishganlik bilan faxrlanish g'aflatda qoldirdi deydi. Ya'ni oxirat hayotidan ko'pga erishish bilan faxrlanish g'aflatda qoldirdi deydi. Insonda shunday bir tabiat borki, ko'pga erishish bilan xushal bo'ladi va shuning bilan faxr qiladi. Ko'p balam bo'lsa, ko'p pulim bo'lsa, ko'p uyam bo'lsa, ko'p inovatim bo'lsa, ko'p shuhratim bo'lsa deganga o'xshagan mana shu ko'pga bo'lgan hirismanlik, intilish kontrol qilinmasa, bizni oxirat hayotidan mahrum qo'yadi. To'g'ri, ko'p erishishimiz kerak. Ko'p balamiz bo'lsa bo'ladi. Ko'p pul tepishimiz kerak, lekin u g'oyib bo'lmasligi kerak. U bir vosita bo'lishimiz kerak. Ko'p pulim bo'lsin oxirat uchun. Ko'p farzandim bo'lsin oxirat uchun. Ko'p yo'lim uchuq bo'lsin va o'rnim yuqori bo'lsin, na uchun? Oxirat uchun. Ammo dunyo markazidagi bo'lgan ko'pga intilish bo'lsa, u faxrlanish, ko'z-ko'z qilishga sabab bo'ladi. Ya'ni biz uni oxiratga ulamasak, oxirat uchun pul topmasak, oxirat uchun ko'pga intilmasak, shu dunyo uchun ham intilib qolib qolsak, nima ish qilamiz? Ko'p pul tepib, boshqalarga faxr qilamiz. Cho'ngchilik qilamiz va no'chiyoq yashab ko'z-ko'z qilamiz. Bu vaqtda biz oxirat hayotini unutgan bo'lib qolamiz. Shuning uchun biz o'zimizning tabiatini bilishimiz kerak. Dunyoni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bir musulmonning dunyoga bo'lgan pozitsiyasi to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni biz inson bo'lib sifatimiz bilan ko'pga hirisman kelamiz, ko'pga intilamiz. Bu normal bir tabiat, lekin bu ko'pga bo'lgan intilish kontrol qilinishi kerak. Dunyo to'xtab qolmasligi kerak. Oxiratga ulib o'tishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi-ya, odam bolasininki bir jilg'a, bir vodiy oltini bo'lsa-mu, ikkinchisi bo'lsa deydi. Ikkisi bo'lsa, uchi bo'lsa deydi. Toki ash tuproqqa kirmaguncha, o'lmaguncha bu havas qat'iy to'xtamaydi deydi. Ya'ni mushu mazmunda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadisi bor. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda ikki narsa bor. insonda qerimaydigan. Osh qerib ketsimi, 60-70 yosh kirsa qerimaydigan ikki narsa bor. U narsaning birisi qaysi? Dunyoga bo'lgan hirismanlik. Endi bu hirismanlikni qanday qilamiz? Keyinni ma'amda kontrol qilamiz. Uni to'g'ri yerga ishlatamiz. To'g'ri, ko'p pul topamiz, ammo hirismanlikning keyiniga kirib haromdan topmaymiz. Faxr qilish uchun halol, harom ayirmay topmaymiz. Haloldan topamiz, rizqimizni ba'sa xarjlaymiz. Rizqimizni ba'masa sabr qilamiz. Rizqimizni ba'sa faxr qilmaymiz, foydali yerga xarjlaymiz, oxirat uchun xarjlaymiz. Buni kontrol qilishimiz kerak. Ya'ni bu tabiatimizni kontrol qilishimiz kerak. Shunday qilgan vaqtimizda ham oxiratni g'aflatda qolmaymiz, ham oxiratga tayyorlik qilgan bo'lamiz, ham dunyoda boshqalarga ko'z-ko'z qilmaymiz. Demak, mol dunyosini ko'plik bilan faxr qilgan, ko'z-ko'z qilgan kishi chuqum oxiratni g'aflat qilgan kishi va shundaqla u odam dunyo markazida yashagan kishi. Shuning uchun har birimiz o'zimizda bir tekshirishimiz kerak. To'g'ri, ko'p pul topqin bor, ammo nima uchun? Boshqalardan no'chroq yashash uchunmi? Zodi nima uchun? Bu vaqtda o'ynashimiz kerak. Agar maqsad xato bo'lib qolsa, darhol istig'for aytishimiz kerak. Chunki bu ahvol toki qabrga bog'chilik davom qiladi. Hatta zurtumul maqabir. Ya'ni bu ahvol qabrga bog'chilik davom qiladi. Bu xil to'ymaslik, bu xil ko'pga bo'lgan intilish insonda tugamaydi. Shuning uchun buni to'xtatib turib, pul topaman, buni xarjlayman, uni o'ylanib mengishimiz kerak. Ba'zilar o'ylaydi, ko'p pul topib bo'lib, ondan keyin yaxshi qilaman. Ko'p pul topgandan keyin bunda qilaman deb, unda bir fursat berilmaydi. Kim sizning umringizga kafolat bera oladi? Hech kim bermaydi. Unda bo'lgan ekan, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, hayotimizni oxiratga o'lishimiz kerak. Vaqtimiz bo'lsin, umrimiz bo'lsin, pulimiz bo'lsin, zehnimiz bo'lsin, aqlimiz bo'lsin, hammani davomli oxiratga o'lab mengishimiz kerak. Bizning oxirat uchun xizmat qilaverishimiz uchun, pul xarjlaverishimiz uchun ayrim vaqt berilmaydi. Insonda u havas tugamaydi toki qabrga bog'chilik. U vaqtda fursat qo'ldan ketgan bo'ladi. Keyingi oyat Alloh subhanahu va taolo deydi, ammo melim deb butun vaqtini, umrini, zehn sarf qilgan meli u vaqtda uning bo'lmaydi. O boshqalarning bo'ladi. Uningga kuchi yetmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom alhaakumut takathur degan bu surni o'qiyotgan vaqtida bir sahoba Rasulullohning qishig'iga kirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu surni tushuntirib, odam bolasi melim deydi. Ey odam bolasi, sening yeb ichkining va kiyib ko'nat qilgandan boshqa qaysining meling deydi. Millat o'ylab qolgan bo'lsa, ma hayotda inson foydalanmag'ini uninki, foydalanmag'ini boshqa odamninki. Shunga mol mulk ikki turlik bo'ladi. Birisi rizq, birisi mulk. Mulk degan nima desa, inson to'pladi, topdi, ammo uningdan foydalanmadi. Bu sizning emas, u bir mulk. Ammo rizqchi foydalanganingiz, xarjlavaningiz, kiyavaningiz, Alloh yo'liga ishlatvaningiz. Shunga Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir kuni Hazrat Aisha radhiyallohu anhaning qashiga kelib, "Ey Aisha, qurbonlik qilgan molning go'shtidan bizga qancha qoldi?" dedi.
Hazreti Ayşe aşı bir putu qaldı deydi. Bizge qo'yning bir putu qaldı, qolganning hammani taqitib etdim deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam deydi. Bizge aşı bir putudan başqasının hammasi qaptı deydi. Mana musulmon malga nisbatan mush pozitsiyada bo'lish kerak. Ya'ni sadiq qilganlari, tarqatganlari bizning. Ammo qap qo'yganimizcha bizning emas. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatda hatta zurutumul maqabir qabristonliklarga ziyoratga borgan qadar dedi. Ziyoratga deb bu ziyorat so'zini ishlatdi. Chunki qabristonlik insonning doim turadigan joyi emas. Insonning doim turadigan joyi qayer? Oxirat hayoti. Vaqtliq turadigan yer bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo u ya'ni ziyorat sifati bilan sifatlab u ya'ninki doim makonimiz emasligi. Ya'ni qabristonlikniki vaqtliq turadigan bir joy ekanligiga ishorat qildi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo kalla sawfa ta'lamun. Unda qamas. Sizlar dunyo bilan faxrlanib mengavrisizlar, hayot mushu deb o'ylaysizlar, unda qamas. Boshqa bir hayot bor. Xuddi tushdan uyg'ongandek o'limdan keyin u hayotni ko'rsizlar, kalla hargiz unda qamas. Faxrlanganlar faxrlanib mengavermaydi. G'aflat qilganlar g'aflat qilib mengavermaydi. Ularning cho'chib uyg'ondigan bir vaqti bo'ladi. U bo'lsin o'lim, qabr hayoti, oxirat deb Alloh subhanahu va taolo oyatda bizga ogohlantiradi. Kalla unda qamas. U faxrlanganlar, yuzi cho'ng deb manganlar unda bulavermaydi. Sawfa ta'lamun. Pat yaqinda bilib qolasizlar. Qabrga kirganda bilib qolasizlar. Oxirat hayotida bilib qolasizlar. Alloh subhanahu va taolo bizni nihoyatda cho'ng bir ishdan ogohlantirib, yana ta'kidlab deydi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Yana deb qo'yay. Hargiz undaq emas. Kelgusida bilib qolasizlar. Ma dunyoda faxrlanib mengaversanglar, dunyoga shungib oxiratni unutib mengaversanglar, pat yaqinda bilib qolasizlar. Ya'ni pat yaqinda pushaymon qilib qolasizlar. deb Alloh subhanahu va taolo qayt ta'kidlayotdi. Qiyomat kuni bizga hujjat bo'lishi uchun, ey bandam, men seni qayt ogohlantirmadimmi? Har kuni namozingda o'qiydigan sur orqali seni ogohlantirmadimmi? Ma oxirat hayotini unutma deb ogohlantirmadimmi? deb qiyomat kuni bu surni oldimizga qo'ydi. Biz har kuni bu surni o'qiyotamiz. Shunda deb turib namoz o'qigandimi, xiyolimiz bilak yedi, zehnimiz bilak yedi, ruhimiz bilak yedi. Faqat jismimizni Allohning oldida qo'yib qo'yganlar xuddi vazifani ado qilganga o'xshash. Demak, har birimiz o'zimizni tekshirishimiz kerak. Biz surlarning ma'nosini mana shunday bilib o'qigan vaqtimizda asli namozmi bizning iymonimizni kuchaytiradi. Chunki o'ylab boqinglar, biz namoz o'qigan vaqtimizda alhaakumut takathur, dunyoga petib ketdik, inson ojiz. Shundaqo bu oyatni o'qigandan keyin Alloh subhanahu va taoloninki ey musulmon, seni ko'p tepish bilan faxrlanish g'aflatda qoldirdi. Bundaq ahvoling qabrga borg'ucha davomlashadi. Pat yaqinda bilib qolsa degan bu ogohlantirishlarni har namozimiz o'qisa, insonning qalbini qasovat bosamdi, asla bosmaydi. Har vaqt sagak turadi, o'yg'oq turadi. Shuning uchun biz surlarning ma'nosini bilish intayin muhim deymiz. Alloh subhanahu va taolo yana ta'kidlabdi-da, yana deb qo'yay, unda qilmanglar, unda g'aflatda bo'lmanglar, uyg'oninglar, kelgusida bilib qolasizlar. Ya'ni kelgusida pushaymon qilib qolasizlar deb Alloh subhanahu va taolo ogohlantiradi. Undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Haqiqat shuki, agar sizlar haqiqiy bilgan bo'lsanglar, iymoninglar haqiqiy bo'lgan bo'lsa, g'aflat qilmaytinglar deydi. Yani senin g'aflat qilganliginglarning o'zi o sizlarning iymoninglarning ojizligi. Iymoninglarningki ilmul yaqin darajasiga bormaganligi deydi. Ilmul yaqin degan qanda? Bilish 3 xil bo'ldi, shundaqo. Birinchisi ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin degan nima desa? Aqllan bilish. Bu nihoyat aniq keskin bilishni ko'rsatadi. Masalan, bir mo'rdan tutun chiqqan qarab, o uyda o't qonib etibdi deganni bilish, bu ilmul yaqin bo'ladi. Aynul yaqinchi ko'rib bilish. Tutun chiqqanini ko'rdik, aqlimizdan o'tning bor ekanligini his qildik, ishondik, undan keyin uyning ichiga kirib o'tni ko'rdik. Bu qanday bilish? Aynul yaqin. Ko'zdan ko'rib bilish, haqqul yaqin. Bu tetib bilish, tutib bilish, ichiga kirib bilishni ko'rsatadi. Tutunni ko'rdik, o'tning borligini ilmul yaqin bildik, kirib ko'rdik, aynul yaqin bildik, o'dan da tutib baqdik. Bu haqqul yaqin bo'ladi. Ya'ni iymon ilmul yaqin bilan insonda sabit bo'ladi. Ya'ni inson aqli bilan Allohning bor ekanligini bilalaydi, va shundaqla bir ekanligini bilalaydi, va shundaqla nurg'un qudratlarini ilmul yaqin bilan bilalaydi. Va shundaqla iymon ilmul yaqinga yetmasa, uning shubhi bo'lgan bo'ladi, shak bo'lgan bo'ladi. Bundaq iymon mana shundaq oxiratdan g'aflatda qoldiradi. Shunga Alloh subhanahu va taolo deydi: "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Sizlar jazmi holatda bilgan bo'lsanglar, ya'ni iymoninglar jazmi holatda bo'lgan bo'lsa, shak shubhisiz bo'lgan bo'lsa, bunda g'aflatda qolmaydinglar deydi. Bu oyat orqali Alloh subhanahu va taolo g'aflatga qolmaslikning yo'lini ko'rsatadi. G'aflatga tushmasligimizning yo'lini ko'rsatadi. O qaysi ekan? Iymonimizni kuchlantirish. Qanday kuchlantiramiz? O'g'on surlarimizning ma'nosini bilish orqali kuchlantiramiz. O'yinish orqali kuchlantiramiz. Qabrlarni ziyorat qilish orqali kuchlantiramiz. Tafakkur qilish orqali kuchlantiramiz. Darslarni anglash orqali kuchlantiramiz. Kitoblarni ko'rish orqali iymonimizni kuchlantiramiz. Agar undaq qilmasak, bizning iymonimizni shayton o'g'irlaydi, nafsimiz o'g'irlaydi, har xil shak shubhalar o'g'irlab iymonimiz tushib ketadi. Ilmning yaqin darajasiga o'tmaydi. Bu vaqtda biz oxiratdan g'aflat qilamiz. Qarab qarab bo'lsak, bugungi kunimizda ko'pinchimizning iymoni ilmul yaqin darajasiga tushib ketdik. Chunki biz aldirash. Nima qaldirash? Ko'p tepishdan aldirash. To'g'ri? Ko'p topayli. Lekin oxiratni o'ylaylik. Oxiratni vaqtimizni chiqiraylik. La taravunnal jahim. Sizlar o'lgandan keyin jahannamda chuqum ko'rasizlar deydi. Ma dunyoda shubhi bilan qaragan bu jahannamni chuqum ko'rasizlar deydi. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Ko'rgandimi o'z ko'zinglar bilan ko'rasizlar deydi. Bu vaqtda bizning iymonimiz
ya'ni jahannamga bo'lgan iymonimiz aynul yaqin darajasiga o'tadi. Ko'zimizdan ko'rib iymon aytamiz, lekin u vaqtda hech bir foyda bermaydi, asqatmaydi. İnsan aqldan iborat bir ne'mat bilan imtihon qilinadi. Alloh subhanahu va taolo aqlni berdi, aqling bilan ilmni yaqin bo'lgan iymonni shakllantir. Mushu orqali imtihondan o't deb ma dunyoda bizni Alloh subhanahu va taolo mana shunday imtihon qildi. Hamda biz ilmul yaqin bilan Allohga ishonmasak, oxiratga ishonmasak, oxiratda aynul yaqin bilan ishonamiz, u vaqtdagi iymonimiz hech bir foyda bermaydi. Alloh subhanahu va taolo qasam qilib deyotdi, chuqum jahannamni ko'rsatadi deydi. Thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im. Ondan keyin sizlar qulunlardagi har bir ne'matdan so'roqqa tortilasizlar deydi. Vaqtinglardan, ömrünglardan, yoshliqinglardan, pulinglardan, shuhratinglardan, mansibinglardan har bir narsadan bir so'roqqa tortilasizlar deydi. Allah subhanahu wa taala mayat orqali eng oxirgi ogohlantirishni bizga beradi. Uyg'onishimiz kerak. G'aflat uyqusini uyg'onishimiz kerak. Chunki har bir ne'mat so'roqqa tortiladi. O'ylab boqinglar, qaysi bir ne'matni biz o'zimiz qo'limizga keltirdik? Vaqtni biz o'zimiz qo'limizga keltirdikmi? Saqliqimiz o'zimizdan qo'ldimi? Ömrimiz o'zimizdan qo'ldimi? Dunyoga qachon kelib, qachon ketishim o'zimizdan qo'ldimi? Bir aqlli inson buni o'ylaydi. Men nereden keldim, nega borman? Kelishim o'z ixtiyorligim bilan emas ekan. Ketishim shunday ekan. Har vaqt o'lib qolishim mumkin ekan. Bu ne'matlar menga bir narsa uchun berilibdi deganda bir aqlli inson his qilish kerak, bilish kerak, iymon aytish kerak va uning uchun harakat qilish kerak. Har bir ne'mat mana shunday imtihondan o'tish uchun beriladi. Uni zoya qilib olsak, g'aflat ichida har biridan so'roqqa tortilamiz. Bugungi kunimizda ana shunday ne'matlar ichida yashab turib, biz dunyoga tug'an siri berilib ketyapmiz. Alloh subhanahu va taolo sizlar u ne'mat haqida chuqum so'rlasizlar deydi. Vaqtimizni so'rlaymiz. Bu vaqtimiz ömrimiz ichidagi yosh vaqtimizni so'rlaymiz. Yosh vaqtingni nimaga ishlatding? Halalgimi, harommi? Pulimizni so'rlaymiz. Nereden topding? Halalmi, harommi? Ne xajilding? Bundan so'rlaymiz. Her bir nimetini söylemiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisine ait uçuk deb qo'ydi. Qiyomat kuni bandaning qadami 4 ishdan so'ralmay turib yetkelmaydi dedi. Birincisi qaysi? Ayni umri fima afna, umridan, vaqtidan. Nimaga ishlatdi? O'zimizdan bir so'rab baqili. Mening umrim zodi nimaga ketdi degan bo'lsa, o'zimizdan bir so'rab baqili. O'ynab baqili. Va an shababi. İkinci rab yoshligidan so'radi. İnsanın ömrü bir bayliq bo'lsa, bu ömrü ichidagi yoshlik eng qimmatli bayliq. Bir ishni vujudga chiqarib oldigan bir vaqti. Hadi yoshligim nima ketdi meningki? Mush 16 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan oraliq nima ishlar bilan o'tdi? Vaqt har birimiz o'zimizdan bir hisob kitib olib baqamiz. Chunki o'lgandan keyin biz bugun hisob olmasak, Alloh bizni hisob oladi. Bugun o'zimizni hisob qilib o'zimizni o'ngishib olmasak, vaqtimizdan foydalanmasak, qiyomat kuni u fursat bo'lmaydi. Va an mali pulustun so'radi. Nereden topding? Nimaga ishlatding? Ilmidan so'radi. Nima o'rganding? Nima o'qiding? O'qigan ilmingni nimaga ishlatding? Mana shu 4 ishdan so'ralmay turib, bandaning qadami yetkelmaydi dedi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Demek biz faxrlanayotgan narsa, meyli pul olsun, meyli bal olsun, nim olsun, asli faxrlanish uchun emas, imtihondan o'tish uchun bilgan narsalar edi, omonat edi, ne'mat edi. Lekin biz uni imtihondan o'tish uchun emas, faxrlanish uchun ishlatganligimiz uchun g'aflatda qolamiz. Bir kuni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qursqini ichib ketib sirqa chiqdi. Yo'lda Hazreti Abu Bakr va Umarni uchratdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ularga, "Sizni bu kechada uyinglardan nima chiqadi?" deb so'radi. Hazreti Abu Bakr Umar, "Ochliq ya Rasululloh." Qo'sqimiz echib, yigil bir narsa yo'q, chiqdik dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, "Alloh bilan qasam, sizlarga o'xshash, men ochliq sababidan chiqdim" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yuringlar deb ular bilan birga bir Ansar sahobaning uyiga bordi. Basa sahoba yo'q ekan. Shu topda sahoba keldi. Rasululloh Hazreti Abu Bakr va Umarni ko'rib, "Bugun mendek bir hurmatli mehmonga erishgan kishi yo'q" deb nəhayət xushal bo'lib ketdi. Ve ularning oldiga bir shox xurmani akilib qo'ydi. Ondan keyin qo'liga pichoqni ilib qo'y o'ldirish uchun mangdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam musliq qo'yni o'ldirma dedi. Bu sahoba bir qo'yni birini o'ldirib Rasulullohning oldiga keldi. Ana shunda qursqini ichib, boshqalarning uyiga kirib, tamoq yeb, ig'izig'i sog'an vaqtida Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ularga, "Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, Alloh bilan qasamki, mushu ne'matdan so'rasizlar" dedi. Uyda yemek içmek to'shaq emas, qo'sqi och, sirtqa chiqdi, boshqalar mehmon qildi, tamoq yedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun jihatlarga qatnashgan, yurtidan ayrilib ana shunday fiqir bo'lib qolgan, qo'sqi och qolgan sahobiga mushu ne'matdan so'rasizlar. Hamlati bu hadis o'yinib baqsaq har birimizni o'ylantiradi. Allah subhanahu wa taala nimetlerine şükür kılın nasip kılsın. Ve şundakla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yeni bir hadiste kıyamet günü Allah subhanahu wa taala bendige elem ukrimke, ben seni hürmetle kılmadım mı? Seni yetekçi kılmadım mı? Elem uzavvicke, seni ölükçaklık kılmadım mı? Atlarını ve tügülerini sana boysundurup vermedim mi? Seni kavmine rehberlik kıldığın ve paravan yaşaydığın kılmadım mı? Dep soraydı. Ben de şundak ya Rabbim, ey Allah şundak dep cevap verdi. Allah subhanahu wa taala sen men bilen uçuşurganlıkını oylamagan ettin. Ülep mening oldimga keldiganligingni bilmaganmiding, buni o'ylamaganmiding deydi. Bendem yo'q deydi. Alloh subhanahu va taolo sen meni dunyo hayotida unutgandek men seni unutmayman deb u bendini tark etdi deydi.
Demek ma hayat mushu dunyoni merkez qilib yashash uchun berilgan emas, balki Allohni eslash, Allohning yo'lida mengish, oxirat hayotini qo'lga keltirish uchun berilgan. Biz oxiratga yetibanglar deb bergan ma dunyoni mushu dunyoning o'ziga xajlayotsak, cho'ng ziyon tortquchilardan bo'lib qolamiz. Chunki bu nimaga o'xshaydi desanglar, men sizga hozir $100 berib, ma $100 net $100,000 bir narsani setib oling deb bersam, ya'ni shundaq bir salohiyatni bersam, siz u $100 $100,000 narsa setib olmay, ya'ni $100 narsa setib olgan bo'lsangiz, ziyon tortgan bo'lamsiz. Dal shunga o'xshash. Alloh subhanahu va taolo mohiyatni bizga mushu 60 yil hayot ichida yashanglar deb bermadi. Mushu 60 yil hayotingni, ya'ni taxminan 60 yil hayotingni ishiltib, cheksiz bo'lgan hayotni qo'lga keltiribanglar deb berdi. Shuning uchun hayotni to'g'ri tushunishimiz kerak. Hayotdan to'g'ri shaklda foydalanishimiz kerak. Qarab qarag'an bo'lsak, bu sura boshdan oxiri o'zining ma'nosini o'zi shaylab beradi, o'zi bayon qilib beradi. O'zining cho'nqur ma'nosi va hayvatlik ritmini insonga ajoyib bir tuyg'u beradi. Shu ma'nolarning hammani zihningizda hozir qilgan holatda bir o'qib baqaman namozni. Qanday tuyg'uda o'qiysiz lekin haqiqiy ma'nosini bilib o'qisak, ma'sur bizni dunyoning behuda ishlaridan ayirib, oxiratni ko'zlab yashashga undaydi. Allah subhanahu wa ta'ala bu surani haqiqiy shaklda tushunib o'g'ili va amal qilgan nasib qilsin. Bu surdan oldigan muhim nuqtalar: birinchisi, dunyo bilan haddidan ziyoda mashg'ul bo'lishning xatrini bayon qiladi bu sura. Ya'ni biz dunyoni oxirat uchun ishlatamiz. Dunyoni dunyo uchun emas. Dunyo topamiz, pul topamiz, ammo oxirat uchun. Dunyo markazlik yashamaymiz. Ma'ni bilishimiz kerak. Ikkinchisi, insonda to'ymaslikdan iborat bir tabiat bor, buni kontrol qilishimiz kerak. Chunki inson buni kontrol qilmasa, toki qabri kirguchilik yaxshi qilishga, pulni xajlashga fursat topolmay o'tib ketadi. Buni kontrol qilib turib, o'zini to'xtatib turib, to'xta, ma'qul topay, lekin xajlab turib topay, ish qilib turib topay, vaqtimni chiqarib turib topay deb bu xil o'yga kelish kerak. Ya'ni Alloh uchun bir ish qilishni xayolimizga pukishimiz kerak, buni kontrol qilib turib. Uchinchisi, dunyoning vaqtlik mohiyatini tushunishimiz kerak. Biz yuqorida o'tdik-ku, dunyo oxiratga erishish uchun berilgan bir makon. Dunyo dunyoda yashash uchun berilgan makon emas. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bo'lmasa qattiq pushaymon qilib qolamiz. Alloh taolo degandek, "Sawfa ta'lamun." Tatbiqini bilib qolamiz, pushaymon qilib qolamiz, u vaqtda pushaymonimiz foyda bermaydi. To'rtinchisi, iymonimizni har vaqt tekshirib turishimiz kerak, iymonimizni jazmiy holatda tutib turishimiz kerak. Ilmul yaqin holatida tutib turishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, iymonimiz tushib ketdimi, oxiratga bo'lgan susluq paydo bo'ladi. U vaqtda biz mana shu dunyo markazida yashab ketimizda oxiratga bag'a vaqtda pushaymonda qolamiz. Chunki o'limdan hech qaysimiz qutulmaymiz. Bunda qolsa iymonimizni jazmiy holatga qanday ko'taramiz? Birinchidan diniy bilimlarni o'rganamiz. Boshqa ishlarga vaqt chiqargandek diniy bilimlarni o'rganamiz, Uyg'urcha kitoblarni o'qiymiz, Uyg'urcha darslarni tingshaymiz. Bu orqali iymonimizni kuchlantiramiz. Shundaqla tafakkur qilamiz, o'yinimiz va shundaqla bilgan narsalarımizga amal qilamiz. Namozlarimizni yaxshi o'qiymiz, qo'limizdan kelgan ishlarni qilamiz. To'rtinchidan Allohga duo qilamiz. Mana shu yo'llar orqali iymonimizni kuchlantiramiz. Beshinchi muhim nuqtasi bu surning ne'matlarning mas'uliyatini tunishimiz kerak. Bizga berilgan ne'matlar faxr qilish uchun berilmadi. U Alloh yo'lida ishlatilish uchun, to'g'ri yo'lga, foydali yo'lga, yaxshilik yo'lga ishlatilish uchun berilgan ne'mat. Uni biz xatoya qo'llansak, to'g'ri ishdan mahrum qolamiz. U bo'lsa qaysi? Oxirat hayotidan mahrum qolamiz. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bu ne'matning har biridan so'raydi. Nerdan topding, nega ishlatding? Men sana saqliq berdim. Saqliqni nimaga ishlatding? Har biridan birma-bir so'raydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'limdan ilgari o'zimizni hisob elib, g'aflat uyqusidan uyg'onishni nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.